Everest tog'iga mana shu velikda borish mumkin. Ukamiz Jizzaxdan hozir yo'lda ko'rib to'xtatib qoldik-da ukamizni. Bundan oldin qayerga borib kelganman dedingiz? Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoniga borgansiz, a? Qanchada borib kelgansiz? 46 kun yetib borgan. 46 kunda yetib borgansiz. Subhanalloh. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. O'zlarini profillarini ham tashib qo'yamizda, kuzatib boramiz. Vaqtini chegara qo'yilmagan, lekin Xitoygacha 2000 kilometr bor, chegarasigacha. 2000 kilometr. Где-то 100 dan yurganda ham, 100 kilometr yurganda ham 20 kunda yetib boraman Xitoygacha. Keyin Xitoyda birinchi plan shu, ikkinchi planim xudo xolasa inshaalloh nasib bo'lsa Everest cho'qqisiga chiqish. Endi qarang, ismingiz nima edi? Vohidjon. Vohidjon, men bitta narsani aytaman, xafachilik bo'lmasin. O'zi shunaqa yuradiganlar juda ko'payib ketdi-da. Kimga qarasang qayergadir ketyapti. Men jindek ko'rib jahlim chiqqan, lekin maqsadli yurish qilganlar, sizga o'xshab maqsadli yurish qilganlar kam. Masalan, hozir Nerikmi kim? O'sha yuribdi Turkiyada, haqiqatan tan berish kerak-da. Piyada o'sha yerda yuribdi. Siz Saudiya Arabistoniga mana shu velikda borib kelgan ekanlar. Shuning uchun ham ixlosim oshdi. Safarlaringiz bexatar bo'lsin, Alloh xayrli qilsin. Xudo xolasa, Everest tog'ida O'zbekiston bayroqlarini shunday sanchiganingizda bizga aloqaga chiqib videolarni birga qo'yamiz. Inshaalloh. Kelishdingmi?